Assalomu alaykum hammaga. Biz Shovot tumani stansiyadamiz. Arboblar mahallasi. O'rdak zotni korpusining to'g'risida Qo'chqar akaning uyidamiz. Oyoqiy ko'chasi 3-uy. Uyimizda ham gazdan otabilinan o'tirib berganmiz. Uyimizda kotel o'zida bor ekan, shunday raketada batellarda samotek sistema ishlash uchun kraniklar ham qo'yib, nasoslar ham qo'yib, mo'rlarni samoratib, yuzlik turmada bo'ldi. Zamonaviy chiqqan ekonomik gayriyalardan qo'yib, joylatib ishlab berdik. Uyimizda общий 15 tochka bo'ldi. 11 yere batareya qo'yildi. 32lik, 25lik, 2.5 sinkada aralashtirib ishlab berganmiz. Batareyalarimiz zamonaviy hozirgi kunda chiqib turgan 500lik batareya bo'ldi. Dalanımıza shunda 2 yere 17-18 latib ikkini qo'yib berganmiz. Uyimizda e'tiborlarimizlar remont ishlariga tutdi. Her birine shunday rossiyskiy latunli kraniklarni qo'yib, rezvolarni yonib, joylatib ishlab berganmiz. Batareyamiz 13 kiloluk, qalinligi 10 santli. Birinchi batareyamiz, ikkinchi batareyamiz. Bu zalımıza 15 dan 2 yere qo'yib berdik. Bu birinchi batareyamiz yine görünüşü. Ve ikinci batareyamiz. Uyumuzun son yeri samotek sistemada oldu. Daha yine batareyalarımız ham devaldan açıklıklarını bir xilatib, ikinci, üçüncü, dördüncü batareyamiz. Instrumentlarimiz hammasi bor. Spaniyalarimiz ham hammasidan ulug'larini 17li 18 latib qo'yib berganmiz. Kenarroq spaniyalarni 15 latib, katoldan uzoqroq kattaroq spaniyalarimizni 15 latib 17li 18li tashlab berdik. Bu 5-chi batareyamiz. Bu 6-chi batareyamiz. Bir de aynası var ekan, aynani o'rtib tashlab, yandan toza ayna açıp qo'ydilar, xudo xolasa joylatib o'rnatib berganmiz. 6-chi batareyamiz. Bu 7-chi batareyamiz. Bu kuxnyamizga 13 latib bir yere tashlab berdik. Keyin baniyalarimizni bir 13'lü bir yerimizden rossiyskiy kraniklarni qo'yib, ikki yoqlama bu batareyamiz bir yoqlama ulab berdik. Sababi qishni kunida otopleniyamizdan ishlatadi. Bahorda, kuzakda ikki kranik ilk qo'yatdan teng qo'yib berganmiz. To'qadi ko'parsa, shu batareyani o'zi qizib baniya uchun ishlaydi. Boshqa vaqtda kuzak kelgan vaqtda ham kotelni yoqqanda ikki kranikni ochib beradi. Batareya uy chapdan qizib turaveradi. Bellarimiz ham arkalarını devaldan açıp 6 santi kafile tayyorlab berdik. 9-chi, bu 10-chi batareyamiz. Endi ayakdan bir xonasi bor. Bu hozir kuxnya bo'lib turgan yeri. Bu yerimizda ham 14 lat bir batareya tashlab berganmiz. Gaz filtrlarini ko'chirib berdik, gazlarini tartib, shular bilan birga 15 tochka bo'ldi. Bu uyimizda общий kotelsiz, kotel o'zida boradi. 19 milyon so'm pul chiqdi. Usta qism materiali batareyalarimiz bilan birga. Siz ko'rib qoraverasizlar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab gaz otopleniyani, ko'mir otopleniyani o'tiramiz. Shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Otopleniya o'tiraman degan donishtirishlar videoni berib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.